chiroyli qilib bitta like bosib qo'ysa, obuna bo'lib, narxini o'ta qulay oladi. Narxlarni sindirib berasiz. Like bosishsinmi do'stim? Like bosishsin, bitta chiroyli qilib, hech narsa ketmaydi. Bitta like shuni tirsak deb qo'yib telefon qilsalarim, chiroyli qilib hayosindagi hamma partada chiroyli qilib o'tib beraman. Hamma partiyadan o'tib berasiz. Yaqin mana shu 3-4 kun ichida tug'adiganlari bu. 3-4 kun ichida tug'adigan mana bu yillarni e'tibor berasizlar, xudo xolos. Uch-ko'p. Buniki mana yilimni ko'rib turibsizlar. Agar mana shunday yilim bo'lsa, egizak tug'ishi ham mumkin. Nima deysiz, Akmaljon? Ha, xudo xolos, egizak tug'ilsa. Yilimlari ajrab mana ko'rinib turibdi mana. Egizchilar ham bor dedingiz-a? Egizchilar ham bor. Egizchilar ham bor ekan, xudo xolasa obunachilar oxirigacha ko'rib turasizlar. Egizchi qidirgan aka-ukalarimizga bu videoda ulashib qo'yasizlar. Egiz so'raganlarga mana egizchini zo'r variant. Agardan bo'lsa, jupini 10 million so'mga beramiz. Jupini 10 million so'mga. Jupini 10 million so'mga. Ha, xayri bormi do'stim? Xayri bor. Murodjon menga yaqin bo'g'ozlarni ko'rsatadigan aka-ukalarimizga yaqin mana bu yaqin bo'g'ozlarni yetib kelibdi. Xudo xolasa videoni ko'rmasa oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlar uchun foydali video bo'ladigan umidamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y chorva ishqibozlari, akalar, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa bugun sizlarga mana bunaqa naq yetuk bo'g'ozlardan ko'rsatib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Xo'p. Akalar, hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha siz bilgan tepa ishlardan olib boryapmiz. Qo'ylar ozgina charsroq, shuning uchun uzoqroqdan video qilyapmiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Mana yelimlariga bir qator bir nazar sarf qilasizlar. Mana xudo xolasa yelimlari ko'chib qolgan. Mana uzoqdan video qilyapman. Naq bo'g'ozlari xudo xolasa. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga o'zimiz do'stimiz Akmaljon chiroyli qilib yoritib beradilar buni. Akmaljon, assalomu alaykum. Obunachilar, Murodjon yaxshimisiz? Yaxshi yetib oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa bunga naqlardan kelsa? Naq bo'g'ozlaridan. Naq bo'g'ozlardan ketdi. Xudo xolasa mana bunaqa Arashan Paroda chiroyli mana naq bo'g'ozlardan yetib kelibdi. Akmaljon, xudo xolasa bugun necha partiya qo'y chiqaramiz? 3-4 partiya qo'ymizmi, Murodjon? 3-4 partiya. 3-4 partiya. Egizakchilar ham bor. Egizakchi ham bor. Bo'g'ozlar ham bor. Egizakchi bo'g'ozlar mana shulari. Yaqin mana shu 3-4 kun ichida tug'adiganlari bu. 3-4 kun ichida tug'adigan mana bu yilimlarni e'tibor berasizlar, xudo xolasa yuzlariga mana bunaqa. Yoshlar ham Arashan emas, u negativlar yozmanglar, sariq qo'ysa Arashan bo'ladi, Arashan Faroda. So'zni farqi bormi? Arashan bilan Arashan Farodani. Arashan Faroda deyilyapti, Arashan emas bu. Bo'ldi. Arashan Paroda deb nomlashyapti ekan buni. Arashan deyilgan yo'q ekan. Xo'p. Kommentariyada sariq qo'ysa Arashan bo'laveradimi deyishib yozishyapti ekan. Arashan Paroda deyapmiz, Arashan deganimiz yo'q. Bo'ldi. Xudo xolasa bugun Akmaljon pullarini arzonga chiqarib berasiz. Xolasa puli yengil bo'ladi, Xudo xolasa. Mana bunisi hozir ko'rdim. O'ta yaqindan ekan tug'ishi. Erta paytga tug'adi. O'zini avaylab turib qo'y. Mana o'zlarini avaylab. Shuni o'zim kutayotgandim, tug'madi dedingiz. Ha, shu o'zimiz tug'amaganda tug'madi. Endi obunachilarimiz uyda tug'ib beradi. Barakali bo'ladi shunda. Mana, va obunachilar sizlar uchun mana maxsus bo'ladi bu video. Mana naq bo'g'oz, xudo xolasa. Mana bunisi kichikroq ekan, bunisi bo'g'oz emasmi? Bunisi 50 qo'shqar bilan yurgan. Qo'shqar bilan 50 ekan. Mana bu ikkitasi naq deyapti. Yetik bo'g'oz lekin o ikkitasi. Ikkitasi naq bo'g'oz ekan, xudo xolasa. Qo'ylarda bir joyda turib video olyapmiz, chunki qo'ylar chars. Biz ikkalamiz hozir bunga ozgina qiyinchilik tug'diryapti. Ma'lumotini sekin beraveramiz. Akmaljon, xudo xolasa bugun egizchilar ham bor dedingiz-a? Egizchilar ham bor. Egizchilar ham bor ekan, xudo xolasa obunachilar oxirigacha ko'rib turasizlar. Egizchi qidirgan aka-ukalarimizga bu videoda ulashib qo'yasizlar. Video yoqsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xo'p, 3-4 partiya qo'y chiqaramiz dedingiz. Endi bu birinchi partiyamizga 3 dona ekan. 3 dona. Bularni bo'ylari nechiga beramiz, Akmaljon? 80 qo'yladi bo'yi. O'yladi bo'yi 80 ekan. Bunisi 75. Buniki 75 ekan, ular 80 ga beraverasiz. 80 ga olaveragansizlar. Xo'p, xudo xolasa yeyishlar sinovdan o'tgan. Yeyishlar sinovdan o'tdi. Bir haftasini olishaveradi, ya'ni uyga borgandan keyin. Uyga borgandan keyin yana bir hafta xotirjam sinov olaveragansizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar. Xo'p, dastlabkamiz qayergacha? Dastlabkilar vodiy bo'ylab Toshkentga o'tadi. Qolgan viloyatlarga ham bor, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda ekan, xudo xolasa.
Xudo xolasa mana yuzlari chiroyli mana, Xudo xolasa. Oyoqlarini ko'ringlar, Xudo xolasa juda chiroyli. Yaxshi variantlardan ekan. Xo'p, Akmaljon, endi buni narxiga o'tamiz, Akmaljon. Partiyalar ko'p deding. Gap keragi yo'q. Ha. Buni 6,5 milliondan vodiy bo'lib Toshkentda yetkazib olib beramiz. Telefon qilganimda ishi bitadi. 3tasini 6,5 million so'mdan sanashgan odamga ketaveradi. Ketaveradi. Xudo xolasa, birinchi telefon qilganimda ishi bitadi, Xudo xolasa. Xayr sunnatga chiqib o'tib beramiz. Ha, o'tib berdan joyi bor, sunnatiga. Joyi bor, xayr sunnatiga. Bo'ldi. O'zlari o'tib beramiz, chiqadi. Bor, telefon qilgan odamga xayr sunnatiga o'tib berilar ekan. Xo'p, Akmaljon, hammaga endi qiziq. Mana bunisi birinchi turganimni bir 2-3 kungacha tug'adi deyapsiz. Mabodo shuni narx o'zgaradi, tanlab olish. shuni so'rashsa nima bo'ladi? Buni o'zini olishida ham 8 millionga beramiz. Buni o'zi bo'lsa 8 millionga. O'zimiz 8 million. Qorniga e'tibor beringlar, qorni ham, bolasi ham qimillab turibdi qornida. Egizakchi bo'lishi ham mumkin, endi Xudoni bergani. Egizakchi bo'lishi ham mumkin. Hosil yo'q. Agar egizakchi bo'lsa, bu 10 milliondan oshdi degani. Nima dedingiz? Ha, Xudo xolasa, egizakchi bersa, endi Xudoni tanisi. Mana bu ham naq bo'g'oz ekan. Hozir buni ham yurgizib bir yelimlarni ko'rsatamiz. Agar mana bu ikkisini so'rashsa-chi? Ikkisini so'rasam, Bir 7dan bilan bo'ladimi? kelishamiz uni ham. Bo'ldi. Telefon qilgan odam bilan Odamni ishini bitiramiz. telefon qilgan odamni ishini bitirib berasiz, Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol WhatsApp nomerlariga aloqa chiqaverasizlar. Telegramlar bor, Xudo xolasa. So'rasa takror video qilib berasizmi? Video qilib beramiz. Bu o'ylarni o'lchadi. Takror video qilib berasiz. Xo'p, so'rash esdan chiqibdi. Mana bunisi yaqin bo'g'oz nechinchi qoringa bo'g'oz? 3-qoringa bunisi. Bunisi-chi? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Nargisi qo'zi. Bunisi hali qo'zi. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa. Bunisi 3-qoringa, bunisi 1-qoringa, uni yog'i qo'zi deyaptilar. Noma'lum ekan. Yillik deyaptilar. Ochganda mana yelimi puchkoga. Bunikini mana yelimini ko'rib turibsizlar. Agar mana shunday yelim bo'lsa, egizak tug'ishi ham mumkin. Nima dedingiz, Akmaljon? Ha, Xudo xolasa, egizak tug'ib Mana bersa. yelimlari ajrab mana ko'rinib turibdi mana. Mana. Xudo xolasa. Olinglar, Xudo xolasa baraka topasizlar. Mana obunachilar, Xudo xolasa. Shoshilib aloqa chiqarasizlar, Xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar, do'stim. Do'stim, tez chiqinglar, buni tug'ib qo'ysa narxi o'zgaradi ama. to'q bo'lsa narxi o'zgarib ketadi. Tug'ib qo'ysa narxi o'zgaradi. To'q bo'lsa narxi o'zgarar ekan, Xudo xolasa, shoshilib aloqa chiqarasiz. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi paytlar chiqaveramiz. Bo'ldi, bizda keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Kuzatishlar etinglar. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga mana bunaqa bodam guli ikkita kashtan variantidan ekan, ha do'stim. Ha, tojik historlarda 2 dona, 1 dona bodam guli. Bitta bodam guli, ikkita Tojikistonda mana kashtan variantidan ekan. Mana bular chiroyli ekan. Hatto qo'ylar chiroyli ko'rsatamiz. Xudo xolasa qo'ylarni yurish-turishlarini ham ko'rsatamiz, obunachilar. Qo'ylarni holati ideal darajada mana. Oyoqlariga e'tibor berasizlar. Mana yuzlari juda chiroyli hammasidan. Xudo xolasa do'stim, bular ham bo'g'ozi. Xudo xolasa bo'g'oz, bizga bo'g'ozda berishdi. Bo'g'oz deb berishgan. Yillari ham bilinib qolgan ekan. Qo'ylar ozgina charisroq, o'shaning uchun uzoqroqdan video qilyapmiz, Xudo xolasa. So'rasalar ham takroriy video ham qilib berishaveradi. Xo'p. Do'stim, buni bo'ylarini nechaga beramiz? Bularni bo'ylari 80 plus. 80 plus. 80 ga olishasiz, plus demaysiz, 80 ga olishasiz. 80 ga beraverasiz. Ha, 80 ga olishasiz. Mana bodam guli zo'r narsa ekan, do'stim. Ha, bodam guli. Oppoq bo'lib turibdi mana, Xudo xolasa. Xo'p. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib berasiz, do'stim, buni ham. Narxlari arzon bo'ladi, bozordan ham arzon. Bozordan ham arzon bo'ladi. Bizga qulayga Mana narxlarni arzon qilib o'zim do'stim chiqarib berdilar. Xo'p, Xudo xolasa yeb-ichtasini o'tgan yana sinovlar o'tdi. Yana bir hafta sinov olishaveradi. yana bir hafta sinov olar ekansizlar. Mana yuzlariga e'tibor berasizlar, Xudo xolasa. Yuzlari ham chiroyli. Xo'p, nechinchi qoringa bo'g'oz bular? Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Bodam guli 3-qoringa. Bodam guli 3-qoringa. Birinchida turgani hali tushirmagan qo'zi, 11 oylik qo'zi. Mana boshida turgani 11 oylik atrofida qo'zi deyaptilar. Xudo xolasa naq yetuk bo'g'oz ekan mana. Xudo xolasa. Ko'rasizlar. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Orqalari ham mana tikdumba ekan, ha? Rasa qo'yib oladigan bitta obunachi qo'ydi. Mana. Obunachilar, mana sizlarga tavsiya qilamiz, Xudo xolasa. Tavsiya qilamiz, bu yerda qo'yib Bir qo'ra. Xo'p, do'stim, ularni narxlarini qanday aytasiz? Yakka-yakka aytasizmi, oqmini yoki bitta ketaveradimi?
bitta ketaveradi. Bitta ketaveradi. Tanlab olishga kelishamiz. Pelis bo'ladi. Oq tanlasa plyus bo'lib qoladi do'stim. 6,5 beramiz vaqt o'zini. Vaqti o'zini 6,5 ga. Bir totalga necha puldan berasiz buni? Buni 6,200 dan ketaveradi. Sunnatiga o'tib beramiz. Qo'ymasdan sunnatiga chiqadi. 6,200 ming so'mdan ketaverar ekan, sunnatiga o'tib berar ekanlar. Agar oqni o'zini tanlab olaman desalaring, qanchadan? 6,500 dan dedingiz? 6,500 ga. 6,500 ga ketaverar ekan. Mana. Yuzlarga to'lib berasa, yuzlar tiniq mana qo'ylardi mana. Ay, bu nuqson. Qo'ymas. Videoda qarab ko'ryapman bilmadim. Qo'ylar yirik narsa. Qo'ylar mana haqiqatda yirik narsa ekan. Katta narsa ekan, hammasi ham juda chiroyli mana. Ko'rasizlar mana. Ko'shda yiltirayapti, to'lanyapti. Bozorda 7 million, 8 million deb berishyapti. Buni bolalar bo'lsa yonida 9 million deyishyapti. Mana. Xudo xolasa, olib tashlab qo'yinglar. Keyingi yilga qo'ylaring 6 ta bo'ladi, xudo xolasa. Nima dedingiz do'stim? Xudo xolasa bitta-bittadan tug'ib bersa, 3 oylik bo'g'ozda berishdi bizga mana shu narsalarni. 3 oylik bo'g'oz deb berishgan ekan. 3 oylik bo'g'oz deb do'stlar sotirildi mana. Xo'p. Qolgan ma'lumotlarni pastda nomerlardan o'zlarining qiziqtirgan savollarini olishlari mumkin. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa telefon qilgan odamni ishni bitirib beradilar. Telefon odamni ishini bitiramiz, xudo xolasa. Xo'p. Xayriga o'zingiz telefonda o'tib berasizmi? Ozmoz o'tib beramiz. Unaqa haligi telefon qilib 1 million unaqa past so'rashyapti-da, u internetda 90 da, yo'q savdo emas. 100 ming, 200 ming plus minus bo'ladi xolos internetda. Ha, bu endi bu ham to'g'ri tushunasizlar, bu mol emas. Bunga katta qo'ygani bu qo'y. Shunga qarab maslahatlarni qilib, realni olaman degan telefon qilsa ishlari bitadi. Telefon qilganda ishini bitadi. Realni olaman degan aka-ukalar aloqa like bosib qo'ydim, obuna bo'lib qo'ydim degan odamni ishini xudo xolasa bitiraman chiroyli qilib. Ha, like bosdim, obuna bo'ldim degan odamga obuna bo'ldim degan odam chiroyli qilib ishini bitiraman xudo xolasa. Birinchi telefon qilgan odamni ishi bitadi. bo'ldi. Telefon qilgan odam Realni odam telefon qilsa ishi bitadi xudo xolasa. bo'ldi. Keyingi partiyaga o'tiramiz do'stim. Keyingi partiyaga o'tiramiz. Keyingi partiyaga o'tiramiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizda endi keyingi 3-partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi 3-partiyaga mana bunaqa ona bola variantlari ekan, xudo xolasa mana bu bodam guli deysizmi? Mana egiz so'raganlarga mana egizchini zo'r variantlar ekan. Xudo xolasa do'stim, puli arzon bo'ladi egizchini. Arzon bo'ladi xudo xolasa. Like bosib obuna qo'yishgan bo'lsa, chiroyli qilib narxlarni bomba qilib beramiz. Narxlarni bomba qilib chiqarib beraman dedilar do'stim. Xudo xolasa bu yerda endi biri egizchi, biri yakka ekan mana bu. Odam guli oppoq ekan mana buni qaranglar. Onasi ham mana shu chiroyli ekan mana. Bolasi yemib turibdi. Ekizarchilarga biri so'liq, biri qo'chqor. Ekizarchilarga biri qo'chqor, biri so'liq. Mana buniki so'liq ekan. O'zidan ko'payib yurardi ekan. Oppoq ekan mana. Hurmatli obunachilar, oq qo'y ichki qozi bo'lsa mana bunaqalarni qaranglar. Mana. Ularning bolasi biri qo'chqor, biri so'liq ekan. Xudo xolasa pul yengil bo'ladi deyaptilar, yengil qilib chiqarib beradilar. Xo'p. Do'stim, xudo xolasa bularni ham yeb sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tdi, bir hafta sinov olishadi yana. Yana bir hafta sinovga beraverasiz. Ha, sinov olishadi. Bir hafta yana sinov olgansizlar, xudo xolasa. Mana o'ynab turibdi, xudo xolasa. Xo'p. Buni bolalari juda kichkina ekan. Bir oylik yo'q bularda. Ha, bir hafta oldi. Bir hafta hali kindigi ham uzilmagan ekan, bir e'tiborga qaradim. Mana. Xo'p, onasini yoshi qanaqa endi bu? Nechinchi bolalari bu, xudo xolasa? 3-chi bolalari. 3-chi bolalari. Onasini 3-chi bolalari ekan, xudo xolasa. Biri qo'chqor, biri so'liq. Zo'radan video qilyapmiz. Bu qo'ylar ham chasroq ekan, xudo xolasa. Mana bu oqtichi. Ikkinchi qoringa bu birinchi bolasi, bu ikkinchi qoringa. Ha, bu ikkinchi. Ikkinchi qorin. 4 ish ekan. Ikkinchi bolasi ekan mana. Ikkinchi bolasi. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana yerda somon ham yeyapti. Xudo xolasa yeb ishlariga muammosi yo'q ekan. Mana shu chiroyli. Bu bo'y ozgina pastroq ekan. Bu bo'y nechiga beramiz buni do'stim? 75. 75 ga olar ekansizlar, hurmatli obunachilar. Buchi 80 plus uniki. 80 plus ekan, hurmatli obunachilar. 80 plus ekan. Xo'p. Yeb ichishi garantiyani beraman dedingiz. Dastlabkilar o'sha vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Xo'p, do'stim, bundan keyin partiyamiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yana bitta qo'shgan bir so'liq. 2 dona qo'yimiz bor, puli yengil. Puli yengil bo'ladi? Puli yengil bo'ladi. O'ta yengil bo'ladi, bu xudo xolasa. Puli o'ta yengil bo'lar ekan, mana. Oxirigacha kuzatib turasizlar bizni. Xo'p, do'stim, endi buni
narxiga o'tamiz. Egizchidan boshlaymiz narxini. Buni 11,5 million so'm oddiy bilan Toshkentga yetkazib olib beramiz. 11,5 million so'mga. Bunichi, oqtichi. 6,5 million. 6,5 millionga. Do'stim, men sizdan so'ramadim. Endi biz so'rayman. Endi hayalga bir telefonda bir tushib bering endi bularni narxini. Şeyda tushib beraylik, o'zlari tushib beraylik dedim-da men. Yo, telefonga tushib qolsa, shunga qarab telefon qilishsin. Mayli, 100 mingdan kam berishsin. 100 mingdan. Shunda mana bu oq qo'yimiz, bodam guli. 6 million 400 bo'ladi. Bunisi egizchi 11 million. Tushib beraylik mashina 100 ming emas, 200 ming. Endi 3 ta qo'yga 100 ming u yerda bo'ladi. Ha, unda 100 ming tushib bersangiz, unda 11 million 300 ming bo'ladimi shunda? 1 million 300 bo'ladi. 11 million 300 ming so'm bo'lar ekan. Hurmatli obunachilar. Mana narxlarni xudo xolasa mana sindirdilar. Xo'p. Hammasini olaman degan odamgachi narxi yana sinadimi? Sunnatiga aytib, telefon odamni ishi bitadi. Realni oladigan telefon qilsa ishini bitiramiz. Yakka olaman degan odamga narxdan tushib berasizmi aytilgan narxdan? Aytilgan narxdan chiroyli qilib tushib beraman. Telefon odamni ishi bitadi. Kanalga obuna bo'ldim, like bosdim. Like bosdim deysiz, chiroyli qilib hayr sunnatga o'tib beraman. O'tib beradigan joyi bor. O'tib beradigan joyi bor. O'zlariga. Hurmatli obunachilar, mana agar kanalga obuna bo'ldim, like bosdim degan odamga mana buni chiroyligina xayri bor ekan, xudo xolasa. Bemalol telefon qo'rasizlar. Mana egiz so'raganlarga mana egizchini mana bir qo'chqor, bir sovliq mana. Mana onasi yonida. O'zlarida mana ko'paytirib yuraverasizlar, xudo xolasa mana. Ishlar berilmagan ekan, o'zlaring qo'yni olib, yem boshqasini berib, bemalol qarab katta qo'yarasizlar. Mana xo'p, bunisi odam guli ekan, bolasi o'zidan ko'paysin ekan. Xudo xolasa xayr sunnatiga yana o'tib berasiz telefon odamga. Telefon odamda ishi bitadi. Bo'ldi, telefon odamda ishi bitar ekan. Xudo xolasa bemalol telefon qo'yarasiz shoshilib. Xo'p, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyalar chiqaramiz. Bo'ldi, biz endi keyingi partiya hurmatli obunachilar. Keyingi partiyaga bir qo'chqor, bir so'l ekan. Kuzatishdan o'tinglar. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga bir so'liq, bir qo'chqor ekan, do'stim. Bir so'liq, bir qo'chqor. Bir qo'chqor. Xo'p. Xudo xolasa bular narxlarni sindirib berasiz, xudo xolasa. Puli yengil bo'ladi. Puli yengil bo'ladi mana. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Qo'zi hali. Ekalasi ham qo'zi. 10 oylik, 11 oylik qo'zilar ekan. Ish buzmagan, xudo xolasa. Mana bunisi bo'g'ozmi? 50 keldi. Ha, bo'g'oz yelini ko'chib qo'yapti bizga. Bo'g'ozda berishdi, biz mashinasida beraveraylik 50 keldi. 50 keldi o'rgansizlar. Yelini ko'chib qo'ygan ekan. Mana shu qo'chqarmini birga yurgan, xudo xolasa. Mana. Ko'rasizlar? Bo'y bastlarni nechiga beramiz? 80 ga olish olsam. 80 ga berasiz. 80 ga ishlamas. 80 ga ishlamas ekan. Mana 100 larga berasizlar, xudo xolasa. 100 lar ham chiroyli mana orqalari, orqa oshlari mana. Mana bunisi qo'chqar ekan. Qo'chqar 80, 75 pilis deylik. Qo'chqarni 75 pilisga berasiz. 75 pilis deylik. Xo'p, yebishlarni o'tgan. Yebishlarda umuman muammosi yo'q. O'rtasi o'ynab turib qo'ylar, qo'ylar sog'lom. Qo'ylar mana sog'lom. O'ta chars qo'ylar. Mana. Ko'raverasiz, xudo xolasa. So'rasa takror video qilib berasiz. Yaxshilab ko'rib, telefon qilib o'xshatib. Olaman degan odamni ishini bitiramiz. Olaman degan odamda ishlarini bitirib berganlar do'stim. Mana. Bir jup so'raganlarga mana bir qo'chqor, bir sovliq. Dastlabkilar o'sha vodiy bo'ylab Toshkentga ketaveradi. Vodiy bo'ylab Toshkentga ketaveradi. Hurmatli obunachilar, mana. Xudo xolasa bir qo'chqor, bir sovliq qidirgan aka-ukalarga jo'natib qo'ysalar 100 lar tiniq mana. Ay bu nuqsoni yo'q. Yebishlar hammasi joyida bir hafta. Ha, suyaklari joyida ekan mana. Sog'lig'ini mana 100 larga yetib berasizlar, kashtan ekan. Kashtanidan. Mana kashtan mana. Mana tovlanyapti. Xudo xolasa oringlar tashlab qo'yganlar, og'ir narsa emas, yem yeb turgan. Chiroyli, yosh variantlari ekan. Xo'p, do'stim. Obunachilarga nima deymiz endi? Buni chiroyli qilib bitta like bosib qo'ysa, obuna bo'lib, narxini o'ta qulay oladi. Narxlarni sindirib berasiz? Like bosibsizmi do'stim? Like bosdim, bitta chiroyli qilib, ishlarda hech narsa ketmaydi. Bitta like tashib, tirsak yetib qo'yib telefon qilsalarim, chiroyli qilib hayr sunnatiga hamma partiyada chiroyli qilib o'tib beraman. Hamma partiyadan o'tib berasiz. Hamma partiyada o'tib beraman. Devordagi somonni ham yeyapti, mana bu qo'y. Yemishlarni ko'rib turibsizlar. Xo'p, do'stim, video cho'zilib ketmasin. Oldi boshda gapni keragi yo'q. Buni narxi keladigan bo'lsa, jupini 10 million so'mga beramiz. Jupini 10 million so'mga. Jupini 10 million so'mga. Ha, xayri bormi do'stim? Xayri bor. Xayrni telefonda aytib ketasizmi yo o'tib berasizmi? Shayda o'tib qo'yaylikmi endi? Shayda ham aytib qo'yavering. 100 ming, 200 ming ham berishsin mana. 9 million 800. Telefon qilsa yana o'tib ham beraman. 9 million 800 ga to'g'ri ekan deyaptilar. Telefon qilgan odamga
yana xayri sunnatiga o'tib berganlar. Bo'ylari 80 dedingiz a? Ha, Bo'ylari 75. 75-80 rafidagi. Ha, 80 yetib qolgan. Mana bu sal tikroq ekan. Urg'ochi. Mana bu. Ekko pash bir xil 85 75 80 atrofida ekan bo'ylari, xudo xolasa. Telefon qilgan odamga yana xayriga o'tib berganlar do'stim mana. Yuzlariga aytaverman mana. Yuzlar juda chiroyli hammasi. Yurish-turishlari mana joyda. Qo'chqorni orqasini ko'rlang. Mana. Yurishlari. Oyoq qo'llar uzun mana. Xudo xolasa. Yaxshi, zo'r variant ekan mana. Xo'p. Do'stim, telefon qilgan odamda ishini bitirib berasiz. Endi shu yerda videolarimizni yakun yasaymiz. Hurmatli onalar, ketkizga vaslang rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.